Hammaga salom. Sizlar bilan Beqizbek BMW. Sizlarga birinchi videomdagi o'yinda sal yaxshirog'ini ko'rsataman. Bunda mashinalar ham ko'p, mana Malibu, BMW, mana mashina kelasimi, bir nima. Shunaqa mashina sal qotadi. Endi buni kechirasizlar. Sal qotadi. Yere, play. Qotdi. Sal qotadi sal. Mana. Yurishgan. Yurishgacha bor-ey. O'yinni zo'rligini qaranglar, BMW ham bor. BMW bor, Nexia 3 bor, Gentra bor, Damas bor. Damas daha dumalataman ishoninglar. Matiz ham bor. Birinchi Matizni dumalatsak, mana. Biroq bunga qarab. Asteriya Matiz. Kabul qanday ishda? Damas ham bor. Damas aytdim menimcha. Lexus bor, Matiz, Damas. Bu Damasdan keyin bo'ladi. Damas ichini ko'rsin. Musker bu. Endi Nexia 2, Nexia 1, Nexia 3, endi shular ko'rsatamiz. Ular ham bor. Nexia 1 bor. Nexia 1. Nexia 1'ni qaranglar. Jinni. Nexia 1 legendada. Legasiya yuradi Nexia 2 ga qaraganda. Bundan keyin Nexia 2, keyin Nexia 3, keyin Tracker, keyin Spark ko'rsataman. Asta-asta ko'rsataveramiz. Ana endi Nexia 2. Bundan keyingi videoyam ukam aytyapti, Minecraft olamiz. Minecraft. Lekin bu o'yinda Nexia 2 buni qo'yib ketyapti. To'g'rimi? Endi Nexia 3. Nexia 12 so'm bor. Nexia. Mana shu video edi. Endi xayr, like bosing, obuna bo'ling. Izoqda qaysi mashina yozib keting. Xayr.